Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur qarindoshlar. Qanday ahvolinglar? Yaxshimi? Yaxshi tudinglarmi? Xabar kanalimizga xoş geldinglar. Bugun 7-oyning 7-kuni. Yaqindan buyon dunyoning jiddiy o'zgarayotgan vaziyatiga qarasak, Xitoy hokimiyati bo'lsa, ichki jihatda har xil shakldagi krizis, tashqi jihatda chet davlatlarning Xitoy davlatiga bo'lgan besimi bag'ansiri kuchaymoqda. Hozir Xitoy davlati iqtisodiy jihatda tarixda ko'rilib boqmagan krizisga uchrabdi. Xitoy hokimiyatining ichki siyosiy qismida Xitoy xalqining hokimiyatiga bo'lgan noroziligi bag'ansiri kuchayib yetibdi. Yuqori qatlam hukumat ishidagi huquqdorlar qo'yniga pichoq silib, bir-birisiga xiris qilishni boshlabdi. Dunyoning vaziyatiga qarasak, Xitoy virusi sababidan yuz berayotgan vaziyat, Hindiston Xitoy o'rtasidagi chegara to'qinish vaziyati, Xitoy hokimiyati Hong Kongga e'lon qilgan Hong Kong bexatarlik qonuni masalasi qatorliq masalalar sababidan xalqarodagi davlatlar va butun dunyo xalqi Xitoy hokimiyatiga g'azab nafrati bilan qarab, Xitoy davlati bilan bo'lgan diplomatik munosabatni uzib, Xitoy hokimiyatiga keng ko'lamli jazo qo'llanish qadam bosqichi boshlandi. Uning ustiga 2 kundan buyon Xitoy davlati o'zi atab kelgan Xitoy davlatining Janubiy dengizida Amerika dengiz armiyasi keng ko'lamlik harbiy manevr qilib, Xitoy hokimiyatining qochitiga kirishtirib shapaloq soldi. Bo'libmi Xitoyning Huawei shirkati masalasida Kanada davlati, Angliya davlati, Fransiya davlatimi Xitoy davlatiga qattiq norozi bildirib, Xitoy davlatiga qattiq jazo yurgizish maydoniga o'tdi. Demak, dunyo vaziyatining har xil alomatlariga qarasak, 1900-yildagi Manjur hokimiyatiga hujum qilgan 8 davlatga o'xshash, hozir 8 davlat emas, 80 davlat birlashib Xitoy hokimiyatining adabini bermoqchi. Xitoy hokimiyatining bu yer sharidagi hayoti uzunga qolmadi. Endi Xitoy hokimiyatining ichki jihatdagi tafsili vaziyatiga kelsak, siyosiy jihati bo'lsa, Xitoy hokimiyati yuqori qatlam ichida huquq talash ko'rishi faqatla to'xtab boqqani yo'q. Xi Jinping taxtga chiqqandan tortib nurg'un Xitoy amaldorlarini o'ldirib, sotlab, bir qism amaldorlarini yeniga tortgan bir qism amaldorlarini yana qo'g'lab, bo'libmi Li Keqiang bilan Xi Jinpingning orasidagi keskin raqobat to'xtab boqqani yo'q. Endi Xitoy davlatining krizis vaziyati bag'ansiri kuchaygandan keyin bu huquq talash ko'rishi keskinlashgan holda suv yuziga o'rlab chiqadi. Undan boshqa g'aljirlashgan bu Xitoy hokimiyati o'z davlatida gumon bilan qaragan har sohadagi har xil arboblarni qo'lga olishni boshladi. Masalan, advokatlar Xitoyning professor doktorlarini qo'lga olishni boshlabdi. 2 kunning oldida Xi Jinpingni tanqid qilib maqol yozgan Xu Zhangrong degan bir professorni qo'lga oldi. Xitoy hokimiyati nima uchun Xi Jinpingni tanqid qilib yozgan bir professorni qo'lga oldi degan chaqda Xitoy hokimiyati o'zining qanchalik ojiz holatga tushganligini, o'zidan qanchalik ansirayotganligini, Xitoy xalqining Xitoy hokimiyatiga qaysi darajada norozilik bo'layotganligini his qilib bo'lgan. Ham shuning bilan birga Xitoy hokimiyatiga qarshi norozilik bo'lgan tarixdek bir ovoz chiqsa, uni darhol ujuqtirib o'zini qo'g'dashga o'tgan. Buningdan biz shuni ko'ra olamizki, Xitoy hokimiyati ichki jihatda o'zining qanchalik ojiz holatga tushib qolganini, o'zidan qaysi darajada ansirab turayotganligini ko'ra olamiz. Xitoy davlati hamda iqtisodiy jihati bo'lsa, cho'ng bir krizis patqiga petyotdi. Xitoy davlatining tashqi ishlar munosabat bo'limining muavin ministri Zhou Li degan Xitoyning sotsialistik fan-texnik gazetida mundaq bir maqolani e'lon qildi. Maqolasida navbatda oldimizda yuz bergan krizisga nisbatan to'g'ri ko'z qarashda bo'lishimiz kerak. U bo'lsa Xitoy davlati bilan Amerika davlati o'rtasidagi kurash bo'lib, bu kurash texmo kuchayish mumkin debdi. U gapida yana Xitoy davlatining chet el davlatiga nisbatan ehtiyoji bag'ansiri tuallab ketadi. Xitoy mahsulotlari bilan chet davlatlarni ta'minlash zanjiri uziladi. Xitoy davlatining sanoat ishlab chiqarish mahsulotlarimiz tuallab ketadi, balkim to'xtab qolishi mumkin. Amerika dollari bilan Xitoy xalq puliniki munosabati butunlay uzilishi mumkin. Demak, Xitoy xalq puli
Amerika dollari bilan bo'lgan munosabati uzilsa, u chaqda dunyo iqtisodi bilan uzilishi mumkin degandek mazmunlar maqola bo'lib yozilib e'lon qilibdi. Xitoyning muavin ministri Julining e'lon qilgan bu maqolasi orqadilla Xitoy davlatining yer shari vaqt kezdidimi e'lon qilinibdi. Juli degan Xitoyning bu maqolasi e'lon qilingandan keyin butun Xitoylar ansizlik ichida qoldi. Xitoy tashqi ishlar munosabat bölümünün muavin ministri Juli degan Xitoy ayni vaqtida Rossiyada turishliq Xitoyning bosh konsuli bo'lib ishlagan ekan. Keyin Qozog'iston Jumhuriyatida Xitoyning bosh konsuli bo'lib ishlagan ekan. Bu Juli degan Xitoy diplomat sohasida tajribasi bor, dunyo vaziyatini oldin ola ko'ra oladigan mushundaq iqtidori bo'lganligi uchun hozir Xitoy davlatining tashqi ishlar munosabat bo'limida muavin ministri bo'lib ishlayib yetibdi. Hamda Xitoy davlati tashqi jihatda bo'lsa hokimiyat bo'lib paydo bo'lgandan tortib eng og'ir qattiq krizisga uchragan mazgil ekan. Hozir Xitoy davlatiga nisbatan Angliya, Amerika, Kanada, Hindiston, Avstraliya qatorliq davlatlar Xitoy davlatiga orqama-orqadan jazo yurgizishni boshlabdi. Bo'lib Amerika davlati Xitoyning ishig oldidagi o'yilsiga kelib, atalmış Xitoyning Janubiy dengiziga kelib, cho'ng tipdagi harbiy manevrni boshlabdi. Bu chaqda Xitoy davlatimi Xitoy Janubiy dengizining Shisha taqim orollarida harbiy manevr qilayotgan ekan. Xitoy dengiz armiyasi Xitoyning Janubiy dengiz Shisha taqim orollarida harbiy manevr qilyotsa, Amerika dengiz armiyasimi Xitoyning Janubiy dengiz rayoniga kelib, tig'mi-tig' shaklda Xitoy dengiz armiyasiga ko'rinib turib, cho'ng tipdagi harbiy manevrni boshlabdi. Amerika dengiz armiyasi mushu manevr orqali urush bo'lib ketishini xohlaydi ekan. Bu manevrda Amerika taraf Nimitz nomli aviamatka, Reagan nomli aviamatka, ikki aviamatkani harbiy manevrga qatnashtiribdi. Amerika davlati normalda harbiy manevr qilgan chaqda hargizmi ikki aviamatkani harbiy manevrga qatnashtirmaydi ekan to'q. Faqat urush mezgilida 2 aviamatka yoki 3 aviamatka qatnashidi ekan. Buningdan boshqa Amerika davlati B-52 tipdagi bombardiman aeroplanini bu manevrga qatnashtiribdi. Buningdan boshqa Amerika davlati har xil ilg'or tipdagi aeroplanlarni ko'plab qatnashtirib, 2 aviamatkadan qo'zg'algan kurashchi aeroplanlar to'xtamasdan harbiy manevr qilib, xuddi urush holatiga o'tgandek Xitoy Janubiy dengiz havo bo'shlig'idagi Amerika kurashchi aeroplanlari 24 soat to'xtatmay aeroplanga qo'nib, uchib, keng ko'lamlik harbiy manevrni davomlashtirib yetibdi. Amerika dengiz armiya 2 aviamatka urush qilish guruhining harbiy kuchi intayin zo'r bo'lib, dunyoda ta hozir qadar tang kelaligidek quvvat texi mavjud emas ekan. Manevr boshlanishdan burun Xitoyning yer shari vaqt kezdida agar Amerika dengiz armiyasi Xitoyning Janubiy dengiz tavalligida harbiy manevr mashq qilsa, u chaqda Xitoy davlatining parxodlarni itib cho'ktirib yetadigan Sharq shamol 21, Sharq shamoli 31, Sharq shamoli 41 tipdagi bombalardan qo'rqmasa, "Kasi mana biz tayyor" debdi. Xitoyning bu maqolasi e'lon qilingan zamatlam Amerika dengiz armiyasining Twitterida Amerika dengiz armiyasi Xitoyning boshqariladigan bombalarni parvo qilmaydi. Amerika dengiz armiyasi Xitoyning ishig oldiga berib manevr mashq qiladi. Mana biz har qanday quvvatga tayyormiz deb maqola e'lon qildi. Bu demak Xitoyning har qanday tipdagi boshqariladigan bombalarga taqobil to'g'idek texnikalari bor degan gap. Bu qitim Amerika dengiz armiyasi Xitoy davlatining oldi o'ylisi bo'lgan Xitoy Janubiy dengizida rasmiy urush holatiga o'tgandek harbiy manevr qilish orqali Xi Jinpingning mutahamligi va lukchaklik xo'rikini mijib tashlabdi. Bu manevr orqali Amerika davlati harbiy kuch jihatda Xitoy davlatining harbiy kuchini mijib tashlabdi. Odatda Xitoy davlati Xitoyning Janubiy dengizida harbiy manevr qilayotgan vaqtida yana bir davlatdan harbiy kuchlar kelib, shu Janubiy dengizda, ya'ni yinida turib harbiy manevr qilishning o'zi shu davlatga urush e'lon qilganlik ekan. Lekin Xitoyning o'ylisi bo'lgan Janubiy dengizda Amerika dengiz armiyasi kelib, qilayotgan harbiy manevrisiga qarab turib harbiy manevr qilishning o'zi Xitoy harbiy kuchining g'ururini yerga urgan gap. Hamda Hindiston davlati bo'lsa, Xitoy virusi
va chegara to'qinish tufaylidan Hindiston davlati Xitoy bilan bo'lgan diplomatik munosabatni butunlay uzib tashlabdi. Hindiston davlati Hindiston bozorida bozor tepatgan Xitoy davlatining 59 yumshoq detal sistemalarini o'chirib tashlabdi. Bu Xitoy davlatiga yiliga 6 milliard Amerika dollari ziyon bo'ladi ekan. Bundan boshqa Hindiston davlatiga kirayotgan Xitoy tovarlari hammasi Tambojinda to'ng'itilib, tekshiriladigan mal deb pijat selib etibdi. Demak, Xitoyning keng ko'lamdagi mahsulotlari Hindiston bozoriga kirish to'xtadi degan gap. Bundan boshqa Xitoy savdogarlarining Hindiston bozoriga mablag' selish, Xitoy mollarining Hindiston bozorida setilish qatorliq yangi tadbirlarmi yo'lga qo'yilib, Hindistonda Xitoyning har qanday mahsulotlarining setilishi va bozor tepishini cheklabdi. Endi Kanada davlati bo'lsa, Xitoy davlati Hong Kongga davlat bexatarlik qonunini chiqargandan keyin Kanada hukumati Hong Kongga nisbatan import-eksport mahsulotlarni to'xtatib, bo'libmi Kanadaga eksport qilayotgan tezgir pan-texnik mahsulotlarni cheklab, Xitoyning Hong Kong orqali Kanadaga keladigan butun yo'llarni etib tashlab, Kanada davlati Hong Kongga yaratib berayotgan butun imtiyozlarni ilib tashlabdi. Bu ishdan xabar topgan Xitoy bayonotchisi Zhou Lijian bayonot so'zlab, Xitoy davlati cho'qim Kanada hukumatidan hisob oladi deb bildirlabdi. Demak, Kanada hukumatining qo'llangan tadbiri Xitoy davlatining jon tomiriga tekkan gap. Angliya davlatida turishliq Xitoyning bosh konsuli Liu Xiaoming jo'lib turib so'zlab, Angliya hukumati yaqindan buyon Hong Kong masalasiga qaratgan har xil pozitsiyalari Xitoy davlatining ichki ishlariga aralashganlik, bu og'ir darajada ikki davlat munosabatiga xiloflik qilgan ish deb bayonot so'zlabdi. Bu so'ziga qaytarma javob bergan Angliya davlatining tashqi ishlarga mas'ul bo'lgan bosh vaziri Dominic Raab javob berib, Angliyaning harakati Xitoyning ichki ishlariga aralashganlik emas, aksicha Xitoy davlati xalqarodagi ijro qilishga tegishli vazifasini ijro qilg'izish deb javob beribdi. Demak, Xitoy davlati sen xalqaroda ijro qilishga tegishli nurg'unlagan vazifang bor, nurg'unlagan va'dalaring bor, mushularni ijro qil degan ma'noni bildirdi ekan. Angliya davlati Hong Kongga nisbatan Hong Kongdan Angliyaga ko'chib kelgan ko'chmanlarni qabul qilish, Hong Kongdan ko'chib kelgan ko'chmanlarga nisbatan har xil yaxshi imtiyozlarni yaratib berish, alohida siyosatlarni chiqargandan keyin Hong Kongda yashab turayotgan professor, doktor, olim va har sohadagi munavvar xodimlar butunlay Angliya davlatiga ko'chib kelyapti. Bu holat Xitoy davlatini intayin g'azablantiribdi. Demak, hozirgi vaziyatda taraqqiy topgan G'arb dunyosi va Amerika davlati butunlay Xitoy davlatining dushmaniga aylangan. Bundaq aytganda, qo'lidan ish keladigan, taraqqiy topgan boy va kuchli davlatlar hozir hammasi Amerikaning ittifoqdosh davlati ekan. Hozir Xitoy davlatining do'stlari bo'lsa, qo'lidan ish kelmaydigan, imkon bo'lsa Xitoy davlatidan pul so'raydigan davlatlar ekan. Bu Xitoydan pul so'raydigan davlatlar Xitoy davlatga nisbatan hech qanday foydasi yo'q. Aksicha kelgusida Xitoy davlatiga ziyon soladigan davlatlar ekan. Bugungi xabarimiz tugadi. Hammanglarning qimmatli vaqtiga ko'pdan ko'p rahmat.